Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Bugün aqida dersinin 6. dersini sözleymiz. Bu derste tevhid hakkında toxtalımız. Undaqda tevhid degen nima? Tevhid degen vahhada yuvahhidu, yani bir deb bildi, yalğız yegani deb bildi degen fe'ilning masdari. Yani şeyini, narsalarni bir qildi. Tevhidning lug'at ma'nosi bu. Shariatdagi ma'nosi mu Alloh taoloni, Alloh taologa xos bo'lgan Allohning ulug'iyat sifatida, rububiyat sifatida va ism sifatlarida Allohni yolg'iz yegona deb bilish. Ya'ni tevhidning lug'at ma'nosi va shariatdagi ma'nosi o'xshashli bir deb bilish. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloni Alloh taologa xos bo'lgan sifatlarda yolg'iz yegona deb e'tiqod qilish. Bu sifatlarga Alloh taologa hech qanday bir maxluqot, hech qanday bir narsa sherik bo'lolmaydi. U farishta bo'lsin yoki payg'ambar bo'lsin yoki solih kishi bo'lsin, uning o'rni, martabasi qanchalik yuqori bo'lib ketishidan qat'iy nazar, Alloh taologa xos bo'lgan bu sifatlarda hech qanday bir maxluqot, hech qanday bir kishi, hech qanday bir shay Alloh taologa sherik bo'lolmaydi deb Allohni mushundaq yakka yegani bilish. Shuni bilishimiz kerakki, bir kishini muvahhid deyish uchun, ya'ni Allohni yolg'iz yegani deb bildi deyish uchun u kishida 3 ish tepilishi kerak. Birinchisi qalbida iqror qilish. Ya'ni Alloh taolaning yolg'iz yegani ekanligini qalbida tasdiqlash. Ikkinchidan tili bilan so'zlash, ya'ni shahodat kalimasini tili bilan so'zlash. Uchinchidan shu shahodat kalimasining talab taqozosi bo'yicha amal qilish. Tevhid qalbi bilan iqror qilish, tili bilan so'zlash va uning talab taqozosi bo'yicha amal qilish bu tevhiddir. Bu ko'p sondagi olimlarning ko'z qarashi va ahl sunna val jamoaning ko'z qarashi. Garchi bir qism kishilar iymonning qatoriga, tevhidning qatoriga amal qilish kirmaydi deb qaragan bo'lsa-mu, bu ojiz ko'z qarash. Bid'atchi toifalar tevhid degan bu so'zni Qur'onda yoki sunnatda yo'q deb bildirlaydi. Dal aksicha Qur'on va sunnat tevhid degan bu so'z bilan tushab ketgan. Bularning qatoridan Alloh taolaning tuvandagi so'zi: "Va ilahukum ilahu vahid." Sizlarning ilohinglar, Robbinglar, Parvardigoringlar yolg'iz yegona bir ilohdir. Buning dalillaridan yana Alloh taolaning tuvandagi oyati: Qur'onni tushunmasin deb ularning dillarini pardiladik. Ularning quloqlarini eg'ir qildik. Qur'onda yolg'iz Parvardigoringni tilga olsang, ular urkib qaytib ketadi. Sunnatdagi dalillar bo'lsa, ikki sahih hadisda kelgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tuvandagi hadisdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Muaz radhiyallohu anhuni Yamanga avatgan vaqtida uningga mundoq dedi: "Sen ularni oldi bilan Alloh taoloni yolg'iz yegani deb bilishga chaqirgin." Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning munu so'zdir: "Islom 5 narsa ustiga qurildi. Ular bo'lsa-mu Allohni yolg'iz yegani deb bilish va namozni turg'izish, ro'za tutish, zakot berish va yo'l jihatdan qodir bo'lgan kishilar Baytullohni haj qilish." Ikkinchi mazmun tavhidning muhimligi va shaxslarga ko'rsatadigan ta'siri. Ibn Abil Iz Hanafi rahimahulloh shundoq deydi: "Bilginki, tavhid payg'ambarlarning da'vatining eng beshidir, yo'lning beshidir va Alloh taolo tarafga qarab ketayotgan kishi qilishga tegishlik birinchi ishdir." Bu vaqt Alloh taolo mundoq deydi: "Biz haqiqatan har bir ummatga Alloh ibodat qilinglar, shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kohinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar" deb payg'ambar avatdik. Shuning uchun inson va jinlardan tunji bo'lib talab qilinadigan narsa la ilaha illalloh degan guvohlik. Tavhid bilan islom doirasiga kiramiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq degan: "Kimning oxirgi so'zi, ya'ni dunyodagi oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa, jannatga kiradi." Tavhidning muhimligi yana tuvandagi bir nechta tarafdan ifodalandi. Birinchi, tavhid yaratilishdan bo'lgan g'oya. Chunki Alloh taolo mundoq degan: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men insonlarni va jinlarni menga ibodat qilish uchun yaratdim.
Ya'ni meni bir deb bilishlari va shu tavhidning taqozosi bo'yicha amal qilishlari uchun yaratdim. Ikkinchidan, tavhid barliq payg'ambarlarning da'vatidir. Bu vaqt Alloh taolo mundoq aytadi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, senden ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Manga ibodat qilinglar deb vahiy qildik. Uchinchidan, amallar tavhidsiz qabul bo'lmaydi. Ya'ni mushrik kofirning amallari qabul bo'lmaydi. Bu vaqt Alloh taolo mundoq deydi: Sana va senden ilgirki payg'ambarlarga agar sen Allohga sherik keltirsang, sening amaling albatta bekor bo'lib ketadi. Sen albatta ziyon tortqushlardan bo'lib qolasan. Balki yolg'iz Allohga ibodat qilgin va shukr qilg'uvchilardan bo'lgin deb vahiy qilindi. To'rtinchidan, tavhid shariat takliflari bilan taklif qilinguchi, o'rganish kerak bo'lgan, zarur bo'lgan tunji farz. Chunki Alloh taolo bu vaqtda mundoq degan: Bilginki Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Va yana shundaqla payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimning oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa, ya'ni tavhid kalimasi bo'lsa, jannatga kiradi degan. 5-dan, tavhid Alloh taoloning bandalar ustidagi haqqidir. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Muazga mundoq degan: Ey Muaz, sen Alloh taoloning bandalar ustidagi haqqining nima ekanligini bilamsan? Muaz mundoq deydi: Men Alloh va Allohning payg'ambari bilguchiroqdir, eng olimdir desam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohning bandalar ustidagi haqqi Alloh taologa ibodat qilish va Alloh taologa hech qanday bir narsani sherik keltirmaslik dedi. 6-dan, tavhid zaminda xalifa qilinish, tinish, amalli xotirjamlik va tamkinlikka erishishning sababidir. Alloh taolo Qur'on Karimda shundoq deydi: Allah içinlardaki iman etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga ulardan burun o'tganlarni zimində hukmron qilgandek ularni cho'qim hukmron qilishni, ular uchun tanlagan dinni cho'qim mustahkam qilib berishni va ularning qo'rqinchisini amallikqa aylantirib berishni va'da qildi. Ular menga ibodat qiladi, menga hech narsani sherik keltirmaydi. Shu va'dadan keyin kafir bo'lganlar Allohning itoatidan chiqquchilardir. 7-dan, tavhid dunyo va oxiratdagi xotirjamlikka erishish sababidir. Bu vaqt Alloh taolo mundoq aytadi: Azobdan amin bo'lish iymon etgan, iymonga mushriklikni aralashtirmagan odamlarga mansubdir. Ular hidoyat topquchilardir. 8-dan, tavhid gunohlarning mag'firat qilinish sababidir. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq deydi: Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah taolo o'ziga sherik keltirilish gunohini mag'firat qilmaydi, kechirmaydi va uningdan boshqa, ya'ni sherikdan boshqa gunohlarni xohlagan kishilar uchun mag'firat qiladi. Demak, Allohga sherik keltirish gunohlarning mag'firat qilinishini to'sidi. Tirmiziy rivoyat qilib, Hasan degan Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq dedi: Allah taolo qiyomat kuni xaloyiqlarning oldida ummatimdan bir kishini tanlab, uningga 99 dona sahifani ochib ko'rsatdi. Ya'ni bu 99 dona sahifa u kishining dunyodagi vaqtida, hayotiy dunyodagi vaqtida qilgan yomon ishlar xotirlangan 99 dona daftar edi. Har bir sahifa ko'z yetgan muddatda, ko'z yetgan oraliqda bo'ladi. Ya'ni shunchalik cho'ng demakchi. Ondan Alloh taolo bu kishiga sen bulardan, ya'ni bu xotirlangan gunohlaringdan, yomon amallaringdan biroz inkor qilamsa, mening amallarimni yozuvchi farishtalarim sana zulm qildimi? deydi. Bu kishi: Ey Rabbim, yo'q deydi. Alloh taolo: Sening o'zring bormi? deganda bu kishi: Ey Rabbim, mening o'zrim yo'q deydi. Alloh taolo bu chaqda: Balki sening bizning huzurimizda bir yaxshi amaling bor. Bugun sana zulm qilinmaydi deydi-da: Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu degan mushur shahodat kalimasi bo'lgan bir kichik varaqchini chiqaradi. Ondan Alloh taolo bu kishiga tarozingni akagin, ya'ni amallaringni o'lchaydigan tarozini akagin deydi. Bu kishi: Ey Rabbim, buncha bola ko'p sahifalar tursa, bu kichik varaqchi nimati deydi. Ya'ni bu kishi o'zining yomon amallari xotirlangan 99 dona
Sahibiga selishtirganda bu kichik varaqchini kichik sanab qolgan. Alloh taolo uningga sen zulm qilmaysan deydi. Shuning bilan heliqi 99 dona sahifa tarozining bir tarafiga, heliqi kichik varaqchi bo'lsa, tarozining yana bir tarafiga qo'yiladi. Sahifalar bu tarafi yengil kep qoladi va heliqi shahodat kalimasi yozilgan kichik varaqchi bo'lsa, eg'ir to'xtab besib ketadi. Ya'ni tavhid kalimasi bu kishining barliq yomon amallarini besib ketgan. Shayxul Islom bu hadis haqida izohat berib mundaq deydi. Buning sababi tavhid kalimasi bu kishining qalbidagi tavhid kalimasiga bo'lgan sadoqat va uning qalbidagi ixlos, qalbining suzlikligi va niyatining durustligi sababidandir. Chunki so'zlar va ibodatlar tashqi ko'rinishida o'xshashdek ko'rinsimi, qalbning ahvolining e'tibori asosan bular o'xshamaydi. Farqliq bo'ladi. Ya'ni insonlarning qalbidagi niyat, ixlos va qalb suzlikligi, niyatining durustligi qatorliqlarning farqliq bo'lganligi uchun insonlarning so'zlari va amal ibodatlariga beriladigan savobmi o'xshamaydi. 9-dan tavhid İbrahim alayhissalomning millatidir. Alloh taolo payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamni İbrahim alayhissalomning yo'liga ergashishga buyurgan. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi. Ondan biz sana İbrahim alayhissalomning hanif bo'lgan millatiga ergashgin deb vahiy qildik. İbrahim mushriklardan emas edi. 10-dan tavhid mutlaq barliq amallarning eng sharafligidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam amallarning qaysi eng afzal deb so'ralgan vaqtida u, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Allohga va Allohning payg'ambariga iymon etish deb javob bergan. 11 tavhid jannat kirishning sharti. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi. Kimki er bo'lsin, ayol bo'lsin, mu'min bo'lgan holatda yaxshi amal qiladi ekan, ya'ni iymon etgan holatda yaxshi amal qiladi ekan, ular jannatga kiradi, ular jannatda hisobsiz rizqlantirildi. Va yana kimki Allohga shirik keltirish va uningdan boshqa tavhidga zid keladigan ishlarni qiladi ekan, jannat uning harom bo'ladi, uning joyi do'zax bo'ladi. Buning dalili Alloh taolaning bu so'zidir.